Bismillahirrohmanirrohim. Savol: kofirdan hadiya qabul qilsa bo'ladimi yo'qmi? Kofirdan hadiya qilish hukmi bir necha qismlardan iborat. Ba'zi qismlar bor joiz, ba'zi qismlar bor nojoiz. Umuman olganda hadiyani qabul qilish masalasi kimdan bo'lishidan qat'iy nazar, hadiyani qabul qilish masalasida biz insonlarda noto'g'ri tushuncha bor. Ba'zilar aytadiki, hadiya qaytarilmaydi hech qachon deydi. Bir inson masalan bir insonga hadiya qiladi, aytadiki, hadiyani qaytarmagan payg'ambarimiz olgin deydi. Ya'ni go'yoki hadiya hech qachon qaytarilmaydi degan ma'no bor. Unaqa emas. Ba'zi o'rinlarda hadiyani qaytarish vojib bo'ladi kerak bo'lsa. Qaytarish shart. Hozir biz buni tafsilotiga to'xtalamiz. Savoldagi ma'noga qarasak, kofirdan hadiyani qabul qilsa bo'ladimi yo'qmi? Kofirdan hadiyani qabul qilsa bo'ladi. Bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlardan hadiyalarni qabul qilganlar. Masalan, Misrda podshohi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hadiya jo'natganda qabul qilganlar. Va boshqa kofirlardan Rasulullohga hadiya kelganda qabul qilganlar. Mana da'vat qiladiki, kofirda hadiyasini qabul qilish joiz. Albatta bu bilan insonning qalbiga u kofirga nisbatan muhabbat tushib qolmasligi sharti bilan. Endi hadiya qildi ekan deb uni yaxshi ko'rib qolmaydi. Shunchaki hadiyasini qabul qiladi xolos. Kofirda hadiyasini qabul qilishlikning sharti kofir hadiya qilayotgan narsasi harom bo'lmasligi. Agar hadiya qilayotgan narsasi o'zi harom bo'lsa qabul qilinmaydi. Masalan, xamir, ya'ni aroq hadiya qilyapti. Qabul qilinmaydi, chunki harom narsa u. Yoki harom go'sht masalan hadiya qilyapti. Qabul qilinmaydi, chunki u harom. Yoki masalan erkaklarga tilla taqinchoqlar hadiya qilyapti. Erkaklar tilla taqinchoq taqishligi harom, qabul qilinmaydi. Demak, birinchi sharti kofirda hadiyasini qabul qilishlikda nima qilinishligi, u hadiya qilayotgan narsasi harom narsa bo'lmasligi kerak. Ikkinchi sharti, u hadiya qilayotganda bir bayramida hadiya qilayotgan bo'lmasligi kerak. Agar bayramida qilayotgan hadiyasi bo'lsa, u bayram uchun qilingan narsa, uni kofirda bayrami, u bizga bayram bo'lmaydi, shuning uchun uni hadiyasi qabul qilinmaydi. Uni hadiyasini qabul qilish uni kerak bo'lsa bayramni buyuklashlikka kirib qolishi mumkin. Qabul qilgan taqdirda ham inson uni o'zi iste'mol qilmaydi hadiyasini. Ikkinchisi mana shu shart. Uchinchi shart, kofirning hadiyasini qabul qilishlikda shu bilan u kofir musulmonga o'zini ustun his qilib qolmasligi kerak. Ya'ni masalan, gohida bir inson hadiya qiladi, nima uchun? O'sha hadiya qilayotgan insonini qo'pol qilayotganda og'zini yopish uchun. Ya'ni uni biror haqqini qoldirmaslik uchun, uni muttaham qilish uchun. Agar bir inson his qilsaki, kofir unga hadiya qilayotganda uni muttaham qilish uchun hadiya qilyapti. Uni tilini qisish uchun hadiya qilyapti. Ana holatda qabul qilmaydi. Nima uchun desa, Rasululloh hadisda aytganlar, al-islam ya'lu va la yu'la alayh. Islom doim oliy turish kerak. Hech kim unda oliy bo'lmasligi kerak islomdan. Hech kim musulmondan o'zini oliy olmasligi, o'zini katta olmasligi kerak. Mana buni ustidan hukmron bo'ldim deb o'ylamasligi kerak. Shuning uchun bu holatda hadiya qabul qilinmaydi. Mana shu holatlardan boshqa o'rinlarda shunchaki hadiya qilingan paytida, masalan, inson o'zini kofir bir qarindoshidanmi, kimdan bo'lsa ham hadiya kelyapti. O'shanaqa jihatda undan hadiyani qabul qilsa bo'laveradi. Yoki kofir qo'shnisidan hadiya kelyapti. Oddiy hadiya, aniq hadiyalarni undan qabul qilsa bo'laveradi. Yana biz savolda ikkinchi nuqtaga to'xtalamiz degandik. Ya'ni odamlar o'ylaydiki, hadiyani hech qachon qaytarilmasligi kerak deydi. Yuqorida aytgan narsalardan javob chiqdiki, mana hadiyani qaytariladigan o'rinlar bor ekan. Hattoki musulmondan ham hadiyasi olinmaydigan vaqtlar bor. Masalan, agar bir inson bir mansabga chiqsa, keyin o'sha inson mansabga chiqqandan keyin unga hadiyalar kela boshlasa, shu mansabga chiqqandan keyin kela boshlagan hadiyalarni birortasini olishligi harom bo'ladi. Bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birini zakotni yig'ib kelishga jo'natganlar. Insonlardan borib zakotni yig'ib kel deganlar. Bu sahih hadisda kelgan. Har ikki sahobiy borib zakotlarni yig'ib kelganda, keyin Rasulullohga zakotlarni topshirib, zakotlarning ichidan bir narsani olib, mana bu meniki degan. Shunda Rasululloh, nimaga seniki bo'ladi? Bu zakotlar-ku deganlar. Har kimsa aytganki, menga xos hadiya qilishdi buni degan. Menga xos hadiya qilishdi buni degan. Shunda Rasululloh qattiq g'azab qilganlar. Minbarga chiqib xutba qilganlar.
nima bo'lgan ba'zi odamlarga deganlar. Men ularni zakotni yig'ib kelishga ishchi qilib jo'natsam, menga zakotni kelib topshirib, "Mana meniki" deydilar. Onasini uyida o'tirib kutsin edishi, unga hadya beramidi birov deganlar. Afala yajlis fi bayti ummihi fayanzur hal yuhda ilayhi am la deganlar. Onasini uyida o'tirib kutsin edi, qani unga hadya qilarmidi yo'qmi birov? Ya'ni bu hadisda ishora bo'lyaptiki, sen shu ishga boshliq bo'lganingdan keyin senga hadya kelayotganligi go'yoki pora bu. Ya'ni sen unda u insonlarga juda yaxshiroq munosabatda bo'lishing uchun, ularni masalan har narsani talab qilavermasliging uchun, ular yoki ba'zi xatolarni qilib qo'ysa, ularda kechib yorishliging uchun, qisqasi senga oldindan pora berib qo'yishyaptilar, senga yaqin bo'lish uchun. Onangni uyda o'tirganingda senga bermagan bo'lardi, deyapti. Amnaqa holatda demak bir inson bir mansabga chiqib olsa, o'sha mansabga chiqqandan keyin unga kela boshlagan hadyalarni olish harom bo'ladi. Hadya qaytarilmaykan deb hammasini olib ketavermaydi. Chunki bu paytda hadya berayotgan insonlar pora berayotgan bo'ladi. Ana bu dalilki hamma vaqtda hadyani qabul qilaverish vojib bo'lmaydi. Asosiy ahkomlar hadyani qabul qilishda mana shu. Savoldagi nuqtaga xulosa qilsak, ya'ni kofirdan hadyani qabul qilsa bo'ladi, yuqoridagi shartlarga binoan. Allohu alam.